Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. Albatta mu'minlar birodardirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: mu'minlar o'zaro mehr muhabbatida, rahm shafqatida va hamdardligida bitta tanadekdir. Agar uning bir a'zosi og'risa, butun tana bedorlik va isitma bilan unga javob beradi. Ushbu muborak 2026-yil 31-yanvar kunida Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlaringiz G'azodagi sovuq va og'ir qish sharoitida yashayotgan bolalar va keksalarga yordam ko'rsatish uchun harakat qilishmoqda. Bugun G'azo sektoridagi ko'chirilgan aholilar uchun 100 ta yopinchiq, issiq adyol ulashamiz. Alloh Saxovatli qo'llar tashkilotidagi aziz birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Alloh G'azodagi bolalar va keksalarni isitganingiz kabi qalblaringizni ham isitsin va sizlarni doimo G'azo uchun suyanch qilsin. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح